Shu ko'rib turgan go'zalliklarni mana shu Eldorbek ustamiz bitkazdi, xudo xolasa. Murodbek ustamiz bilan. Lekin hammaga xudo xolasa 17 kunlik mehnat Samarqand shahrida bitgan obyektimiz. Bitta ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli, akkuratni chiqdi. Bu yoq ko'cha tarafimizga oq bilan mokri kombinatsiya bo'lgan. Mana palaslarga tilla palasa qo'yib berganmiz. Orqa tarafimizga ikki qator mokri karniz urg'izib berganmiz. Bu yoqda 90 gradus baykamkalik bo'lgan. Aslan ishimiz ichkarida. Ichkariga kirganimizda shunaqa darvozaxonamiz bor. To'g'rida bitta navesimiz ketgan, bu yoqda bitta navesimiz. Ko'rishlar mumkin. Daroshkalar o'sha har doimgidek o'zi aslan biz qiladigan fasollardan selli daroshkali bo'lgan. Litin qirog'iga mokri petinlarni qo'yib, rombiklar orasiga tilla palasalarni solib, yulduzlarni qo'yib berganmiz. Bu yoqda yana bitta navesimiz bor. Bu yoqga 3 ta lit tushgan, ko'rishlar mumkin. Bu ham juda akkuratni bo'lgan. Selli daroshka petinlari bilan. Hop, bu yoqda ikkinchi etaj uchastkamizda. Uyimiz ichkariga kirganimizda oldida shunaqa arka qismi bor. Mana shu arka qismi xudo xolasa 3 kun vaqtimiz oldi, lekin o'shanga yarasha chiroyli chiqdi deb o'ylaymiz. Uydagilarga yoqdi. Sizlarga ham bitta like bosib ketasizlar. Ko'rishlar mumkin. Oldiga ham stik 2 ta 3 ta stik bo'lgan uchun oldida ham arka bo'lsa, iloji stik bo'ladi. Stikni yopishni ham pechini qo'yganmiz. Bu yoqlari 56 lik detal bo'lgan. Ichiga seli rombik terib berganmiz. Tepa balkonlarimiz, bu yoqda lyukimiz bor. Balkonlarimizga ham rombik terib berganmiz. Ikkinchi etaj oldi akoshkalarimizga oq shestigranli qilib palasa tushirib berganmiz. Bu yoqda yana ichkari koziroklarimiz polni bo'lgan. Bu yoqda zaborlarimiz. Bu xizmatimizda xudo xolasa Samarqand shahrida bitkazdik. Har bir kvadrat metrini materiallar, usta hamma narsasi ichida 135 ming so'mdan qilib berganmiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, behijoat aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan ideal masala ko'rib, hammaga rahmat.